Mayli tutamsa, qo'yib turatamsa. Voy. Shundoq Bundan nim bo'lganimda pek ruhsiz o'tirib ketsan. Ba'zi bir yiqinlaring adash. Jondan aziz ko'rganlaring qilganni bilmaydigan. Osh berganga mush berdigan bo'lib ketdi adash. Niyat qar adam hamon aqni qardaydi adash. Vaqtani kelsa, do'stini pulga sotadi, suvni qatidi. Bunda adamlik amal yo'q adash. Ba'zi yiqinlaring adash. Yiqin birodarlaring turib, qiz ayollaringga shalasini chachadi. Texi onasini dadisiga chaqadi. Qadamda bir xumsizlik qilish, nomatlik qilish deganlar ular uchun nafas olgandeklarmish ekan adash. Lekin adash bu dunyoda oq ko'ngil, yaxshi niyatlik, o'qigan, safoli qadamlar oz emas. Shundoq. Lekin bu dunyodagi odamlarning ikki turga qarshi bo'ladi adash. Biri yaxshi niyatli durust odamlar. Yana biri pastkash, nodurust odamlar. Baldirim. Sizlar odamlarni turga arayman deb avarim. Tabiat dunyosida odamlarning turi hayvonninkidan ko'p. Sizlar haqni turga arayib yurmay, eng yaxshi so'z bo'lar. Qanlarni kelmasan avval tanlay yaxshi odam bo'linglar. Chunki adab, axloq, odamiylik nimaga o'xshasin bo'ladi? Ha, etirga o'xshaydi, etirga. Chunki etirni avval odam o'ziga chachadi emasmi? Chachqandan keyin xushburoq atrofni taraydi. Ikkita bilan. Ha, bu reliz quvvat ichimlikka bilan ichib beqinglar. Eng yaxshisi bilan o'shiq gap eshakmish. Haqni bog'lab yurmanglar. O'zingni bog'lataman deb avarim bo'lmanglar. Ishning obdini durust yo'lda manglar. Durust yo'lda mangan vaqtinglarda ishinglar o'ng'a tortadi. Va suv qaranglar, tinchtirib ketgan shunday go'zal ko'rinadi ko'zinglar. Nima degan chiroy.